漫画偉人物語。名もない草花、虫けらたちを愛し育てた人がいた。自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた。後に続け青春たちよ、後に続け遅くはないさ。急ぐことは難しいが、時に振り返ることはもっと難しい。Yılның aldıda Angliyaning bir port shahridagi bir kema ishchisining yolg'iz o'g'li bor edi. U model yasashga nihoyat amroq bola edi. Bu bolaning ismi Watt. Watt o'qishga va bolalar bilan o'ynashga qiziqmaydi. Doim o'z yolg'iz model yasaydi. Watt. Dada. Yeni model yasayotamsa? Talağa chiqib bolalar o'ysa bo'lmamdi. Kun bo'yi bu narsalarni yasaganning nima foydasi? Sen anladingmi? Chiq, talağa chiqib bolalar bilan o'yna. Bo'l deyman. Chopsan bo'l. Lekin darhol talağa chiq. Ma'qul dada. Bu bola kimni tatib qolgandi? Onunğa hech bir amal qilolmadim. Asta. Watt ketdi. Sen qarab qoldik buni. Ma'qul. Ala! Gider. Ala! Ala! Watt, qara, top geldi. Buna. Toplamay nima xiyal surib tursa, ha? Shu emasmi? Kechirsizlar. Men bir ishni o'ylayotgandim. Kechirsizlar. Men ketmasam bo'lmaydi. Kechirsizlar. Tazini qiziqda bu. Hey, jim turinglar. Bak, sen nima yasayapsan? Ha? Men dadam yasagan ilk mashinaning modelini yasadim. Sen ilk kranni da'vatamsan? Shunda qara buni, ha? Şimdi daha qaranglar. Qandaqkan? Men sinab baqsam bo'ladi, ha? Balada. Nima ish yuzadi? Varancho'ron qilib. Begim. Gap qil. Zodi. Nima ish bo'ldi? Begim, Watt kranni yasab turibdi. Qara.
Vat karamet iş qildi. Degim, qarang, vat cho'qon mashhur narsalarni yasab chiqalaydi. Esingda bo'lsin. Oldi bilan darsini o'qi. Ma'qul. O belki qaldir, yetishmagan odam bo'lishi mumkin. Vatni cho'ng ishlar qila oladiganligiga ishonma. Vat 17 yosh kirgan yili bir zavodga kirib ishchi bo'ldi. U tirishchan ham aqlli bo'lg'achqa odatli kishilar 3-4 yilda o'rganib bo'ladigan texnika mahoratini u 1 yilda egallab bo'ldi. Bu chog'dagi mashinalar yanada noyat oddiy bo'lib, odam kuchi yoki tabiiy kuch bilan harakatlantiriladi. Ammo odam kuchi bilan tabiiy kuchga tayanadigan sanoat ba'zi odamlarning kashfiyoti bilan xeli osonlashib qolgan edi. Zo'r besim bilan harakatlanadigan par mashinasi qatorliqlar. Bir kuni Vat oliy maktabdagi o'qituvchisining topshirishi bilan bu xil mashinaning modelini yasashga kirishdi. Bu modelden daim çatak çıkıp durdu. Bak seyrek tok. Sana topşırdım emse, Vat. Hop. Zo'r besimli par mashinasi mukammal emas edi. Shunga doim chatoq chiqib turishidagi sabab jazman modelning loyihalanishi ilmiy bo'lmaganligida bo'lishi mumkin. Uzundan buyon model yasamagan Vat, ya'ni yasashga kirishib ketdi. Vat, yasap oldu mu? Yasap oldu mu deymen? Malum kaptı o. Sen yasap bunu aldın mı yok? Yasap oldum. Birlikte sınav qilib bakaylı. Yanala maşının özü çatak bakken silindir birden kızıp birden soğusa elbette bozuldu. Sen bak, ben senin modelini yasap çıktım ben. Maşının yaxşı yamalı bilen karın olmuşsun. Efendi, hareket qilib turadigan modelning prinsipi mashina bilan o'xshash bo'lishi kerak. Agar model ravon harakatlansa, o'xshash fikr qilish usulidan chataq chiqmaydi. Faqat shunda qiladilar, ondan olg'i bosqili bo'ladi. Ay. Avval bundoq, ondan undoq. Vat bir yoqdan model yassa, bir yoqdan mashinaning yetarsiz yerini izlaydi. Silindirga par kirgandan keyin portion yuqoriga ko'tariladi. Ondan silindir sovuq suv bilan sovutiladi. Parning kuchi bilan portion qaytib tushadi. Buningdan xeli cho'ng kuch paydo bo'ladi. Ammo kuch paydo bo'lgani bilan silindir birdan qizib, birdan sovishqa ham vaqt isrof bo'ladi, ham xam ashyo isrof bo'ladi. Mana bu par mashinasining yetarsiz yeri edi. Vat bütün zehni bilan tadqiq qilishga kirishib ketdi. Shundaqdimi yangi amal tepilmay kelgan edi. Shundaq. Birisi bo'lsa bo'lmaydi. Ikkisi bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Tushundim. Silindirdan ikkisi bo'lsa bek yaxshi bo'ladi. Birisi issiq tursa, yana biri sovuq bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Bu shunday bo'lishi kerak ekan. Endi tushundim.
Mushundaq qat'iy qilib izlanish orqali Watt yangi xildagi par mashinasini kashf qildi. Oldi bilan silindrga issiq par berib, Porscheni yuqoriga harakatlantirish kerak. Bu ilgirki par mashinasining prinsipiga o'xshash bo'ladi. Ondan qopqoqni ochib, bu issiq parni yana bir silindrga mangdirish kerak. Bu suv ichida turadigan silindr doim sovuq turishi kerak. Pardan hosil bo'lgan kuch Porscheni qaytarib keladi. Qopqoq yepiladi. Yana davomli par mengib, qopqoqni ochadi. Par yana soviydi. Mushundaq bo'lganda birinchi silindr issiq holatda turdi. Ikkinchi silindr sovuq holatda turdi. Buning bilan ham ashyo bilan vaqtni tejigili, chataq chiqishni azaytqili bo'ladi. Unumi yuqori. At kuchli bo'lgan Wattning par mashinasi nihoyat tezlab butun dunyoga tarab birdilla dunyo sanoatida o'zgarish paydo bo'ldi. Bu insoniyat tarixidagi cho'ng islohotning biri hisoblanadi. Dunyoni o'zgartgan Wattning keyingi hayoti qanday o'tdi? U yanada aşı chiroyli uyning bir chetida xuddi bola vaqtidagiga o'xshash har xil modellarni yasash bilan mashg'ul bo'ladi. Bu bola model yasashga shuncha berilib ketdi. Watt! Chapdan talaga chiqib o'yna. Bundan 800 necha yil ilgari Xiyon davrining o'rtalarida Naraning sharqida Yaski ismli Budda haykallarini yasaydigan bir haykaltarash o'tgan. Uning 12 bolasi bo'lib, ular dadisiga yordamlashib ishlaydi. Sen daim o'g'irlik qilasan. Haykal uyush, ma'u nisbatan nihoyat oson ish. Onoga haqiqatan karamet bor ekan, dil yasab bo'pti. Sen degan talant egasi. Yaponiya bo'yicha birinchi. U haqiqatan aqllicha. Zahir tamoq yedigan bo'ldi. Sizlarda qo'rqvashgansizlar. Sen degan talant egasi. Jirola o'ynayman. Qani, jirola. Sen nima qilyapsan, dada? Kalma. Sen o'ygan haykalda qancha ta'sirchanlik yo'q. Sen kallangni obda ishlat. Kim o? Sen kim o? Sen haqiqiy bir haykaltarash qilaydimsan? Men haykaltarash bo'lib bo'ldim. Sen o'ygan haykallarda azroq mo'jal nima deb yo'tildaysan, tushimga tegib. 12 o'ygan Budda haykallari atrofdagi kishilarni qattiq hayron qoldirgan bo'lsa-mu, ammo dadisi uning talantini zarli e'tirof qilib unimidi. Azroq ruh degan narsa yo'q. Yog'ochda o'ygan Budda ruh nima qilsin? Quruq gap qilib kelsan. Ko'zimni yo'qol. Dadam eski, nadim ruh degan narsa bo'lsin. Mush mezgilda orda ichida huquq taltish ko'rishi avjib ketib, qalayimqanchilikni bostirish nomi bilan Samaroylar uzundan buyon huquq tutib kelgan oqso'ngaklardan huquq tortilish fursatiga ega bo'lgan edi.
Ha? O haqiqatan talat egiskan. Nima degan chiroyliq? Bak chiroyliqkan. Yana biroz chiroyliqroq qiling. To'g'ri. Yana azroq chiroyliq. Endi chiroyliq bo'ldi. Kaygı, esrar, kaygı, esrar. Kaygı, esrar. Azap, nefret, kaygı, esrar, azap, nefret. Ne oldu? Ne var? 12. Nim bo'lding? Sen endi nim qilay deysan, ha? Qayg'u hasrat, g'azab nafrat, 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 qayg'u hasrat. Bu har bir odamning qalbiga bor narsa. Senin qalbingda mi bor? Senin qalbingda mi bor? Qayg'u hasrat, azab, nafrat. qandaqdir bir narsani topgandek qildi. U yo ko'rinmaydi, yo tutqul bo'lmaydi. U balkim bizda vatgan ilhom bo'lsa kerak. Buni kim yasayamaydi? Buni har qanday odam yasayalaydi. Biroq u xeli kustarib qipti. Nima sabab bo'lgandi? Yaski efendi, o'g'lingiz xeli kustarib qipti. Zodi nima sabab bo'ldi? Bu bola ishga kirishib ketsa, kech kunduz demay ishlaydi. Ondaq bo'lsa, Yaski efendi, bizni aşı heykel yasaydigan uyga boshlab kirgan bo'lsangiz. Yo'q, bunday qilsam bo'lmaydi. Budda heykellarni yasashga kirishganda boshqalar diqqatini buzmasligi kerak.
Kechirsizlar. 12 ishing qandaqroq? nurg'un haykallarni o'ygan bo'lsa-mu, buningdan rozi bo'lmadi. 10 kun, 1 oy, 1 yil o'tib ketdi. 12 eng oxiri haykal yasaydigan uydan chiqib ketdi. Haykallar kishilarning qalbida bor. Mayli do'zax bo'lsin, mayli jannat bo'lsin, hammasi o'xshashli kishilarning qalbida bor. 12 nazarini mush dunyodagi barliq narsalarga qaratdi. U har qaysi joylarni aylanib chiqdi. Odamlar tomga tikilib o'ltirib qo'ya osmondan tushgan Budda hazratlariga aylanib, kishilar qalbidagi dard, alam, qayg'u hasratlarini qo'g'lab chiqarganidek, 12 mu qadimiy an'analarning asartini buzib tashladi. Uning asarlarini Yaponiyaning adabiyot san'at o'linish davrining vakillik asari deb atashga bo'ladi. Chatma o'yma haykallarning manbasi bo'lgan uning nurg'un asarlari hozirmi har qaysi joylarda uchrab turadi.働いたよ。今でこそ私めは大統領、国を司る偉い人。でもさ、本当はさ、ただのアリ。羽目を外してなんちゃがしたいのよね。おっとっとっと本文忘れるべからず、ありのありによるありのための私めは大統領。